hamma tabiatli odamlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Odam tanlamasdan insonda har bitta insonni shaxsiy tabiatiga qarab moslashadigan ajoyib narsa. O'rtoqlar, ajoyib ziravor, ajoyib giyoh. Kardamon. Kardamonni ko'pchilik maqtagan, lekin mana ma'lumotlarimni eshitsangiz boshqacha bo'lsangiz kerak. Inshaalloh bu qorindagi markaziy energiyani yo'qotar ekan. Davleniyani zo'r tushirar ekan. Qon aylanish buzilganlarga davo. Gipertoniklarni haqiqiy ozuqasi. Yomon xolesterinni ajali, ishib ketadiganlar, ortiqcha tanasiga suv to'planib ketadiganlar, ayni muddao o'rtoqlar. Ruhiyati buzilgan, fobiyasi bor, miyasi tinchlanmaydi, miyasi har balo o'ylar yuradi, fobiyasi bor, juda katta foyda ko'radi. Ezilib yig'laydiganlarga shifo. Me'yorni oshirish mumkin emas do'stlarim. Homiladorlarga tavsiya qilinmaydi. Buni bir donasini yoki 2 donasini olasiz. Yaxshilab buni tuyasiz. Tuyib 200 grammli stakaningizga issiq choyda damlab qo'yasiz. 60 minut damlasi juda shirin chiroyli bo'lib chiqadi. Ozgina asal yoki novvoy tapga qarab yoki namatak bilan damlab ichsang ham bo'ladi do'stlarim. Sharoitingizdan kelib chiqadi. O'rtoqlar, shifo topinglar tabiiy narsalardan. Gazini bosinglar, omad.